Mana shunday tarozini sotib olishingiz uchun 5 ta sabab. Qimirlaydigan mol yoki qo'y degan taqdirimizda ham qimirlaydigan narsa chiqqandan so'ng bitta signaldan keyin mana shunday vesda 5-6 sekundgacha o'zi bemalol ushlab turishi mumkin bo'ladi. Ushbu tarozimizda to'tala chekkasida ham oyoqlar borligi va ushbu tarozida ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, mana 20 kiloni olib qo'yganimda ham -20 kilo. Qo'yganimda esa 0 bo'lishligi, aniq yuqori darajada o'lchashligi. Uchinchi sababi esa mana shunday holatda, mana shunday kichkina holatga tushishligi. Ushbu tarozlarimizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, nafaqat O'zbekistonning 12 ta viloyati va undan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham dastavka qilib berilishligi. 5-sababi va bizda 6-7 sabablarni ham sanab o'tishimiz mumkin. Biz esa sizga 5 tasini sanaymiz. Agar siz bu yerdan tarozi xarid qiladigan bo'lsangiz, 2 yildan 5 yilgacha garantiya berishlari mumkin va u miyasi, oyog'i va barcha mahsulotlariga bo'lishi mumkin. Shuning uchun bularda oyoqlari va o'zining mexanizmlari Turetskidan ishlatishadi. Sizga esa mol tarozi, qo'y tarozi, mashinalar 10 tonna, 12 tonnali va undan tashqari furalar, katta mashinalar uchun ham tarozilar va go'sht tortish uchun maxsus tarozilar ko'rsatish uchun biz esa Namanganda Popiga keldik va bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, eng optim joy. Xohlasangiz temirli, xohlasangiz mana bunday taxtali variantini qilib berishlari mumkin. Qolgan raqamga aloqaga chiqing va shu orqali siz ushbu tarozilarda yig'iladigan mobilni va har xillardan bemalol ishonchli joydan xarid qiling.